Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlarım. Mening ismim Aynur Osman. Vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar shahri tug'ilgan. Biz bir oila kishilari 2015-yili 8-oyda bolalarimizni bir yaxshi o'rganish muhitida tarbiyalash uchun Urumchidan Turkiyaga qonunli pasport bilan keldik. 2017-yili 2-oyda yo'ldoshim Ömercan. Bu yil 40 yosh. Kompyuter kasbini bitirgan oliy maktab o'quvchisi. 2017-yili 2-oyda Urumchiga qaytib ketdi. Qaytib ketgandan keyin 3 kungacha hech qanday xabarni olmadim. 3 kundan keyin yo'ldoshimning oydirimda ig'ir savol so'roqlarga uchrab, pasportning tortilganligidan xabar topdim. Va 10-oygacha nihoyat ehtiyotkorlik bilan tinchlik so'rashib, aloqalashib turgan bo'lsaqmi, 10-oydan e'tiboran hech qanday izirkan olmadim. Uning keyin tarbiyalash jazo lageriga akirib ketilganligidan xabar topdim. Yo'ldoshim bir oliy maktab o'quvchisi. Onun hech qanday gunohi yo'q. Agar uning gunohi bor deyilsa, Uyg'ur bo'lib to'ralganligi va shu Sharqiy Turkistonning qonuniy haqliq bir egisi bo'lganligi. Uningdan boshqa urug' tuqqanlarim bilan aloqam uzilib qolganlik sababidan opamning Turkiyaga kelganlik sababi bilan qanchalik arziyatlarni chekayotganligi. 4 qarindishimning va oilasilarning qandoq yashayotgandir, qandoq yashayotdi, tarbiyalash markazidami yoki turmudimi yoki hayotmi hech xabar olmadim. Navrinim Abdukimjon, dadasining ismi Nurmamat. Bu yil 29 yosh. 2017-yil 4-oyda jazo lageriga mahkum qilingan. Qashqar Yo'purg'in oilasidagi Navri achamning yo'ldoshi Osmonjon. Bu yil 48 yosh. Onun 15 yillik ve oğlu Ahmetcan Osman'ın 9 yillik jazo muddatiga mahkum bo'lganligini uqdim. Onundan başqa yo'ldoshimning tog'asi Abdug'ofur Qodir, onun oğlu Adiljon Abdug'ofur ve navri tuqqanlaridan Abdukarimjon Abdurahmon ve Zinnatgul Abdurahmonlarningmi jazo lageriga chiqim qilinganligini ve hozirga qadar hech qanday izirki yo'qligidan xabar topdim. Men butun dunyodagi vijdon egalariga o'zini insoniy yuragi, haq tuyg'usi ve normal tafakkurga ega deb qaragan insonlarga shuni demoqchiman. Ko'z oldinglarda bir dengizda bir kema. Uning ichida ko'zlarda qon yig'layotgan ota-onalar, terik yetim bo'layotgan sabiy bolalar, bir oila xo'jaligidan bahramand bo'lamayotgan, o'zining insoniyligiga ega bo'lamayotgan kishilar sizlarga talmiryotdi. Sizlardan yordam istayotdi. Ularga qarab qanday vijdonlar chidab tura oladi? Menimcha insonparvarlikning, odamiylikning hech qanday millat tavalligi va davlat chegarasi bo'lmaydi. Sharq Turkistondagi Xitoy hukumatining chekidan oshgan zulmlar sababidan ishkanja ko'rayotgan shu bechora insonlarni, izraksiz g'oyib bo'lib ketayotgan shu nomsizlarni, odamlik salohiyatidan va yashash huquqidan mahrum bo'layotgan, yillar bo'yicha ishkanja ko'rayotgan shu mas'um insonlarni, tug'ilg'ini uzoq bo'lmay terik yetim bo'layotgan, bir oila mehriga tashna bo'layotgan shu norisidlarni, hayvonchilik qadr qimmati bo'lmayotgan, organ tijoratiga qurbon bo'layotganlarni, Uyg'ur jamoatini qutqizinglar. Ularning hech qanday gunohi yo'q. Ular faqat Sharqiy Turkistonning haq egalari. Men dunyo kishilik huquq tashkilotlaridan, inson haqlari komitetlaridan, Amerika prezidenti Donald Trump efendimdan, Türkiye prezidenti Erdoğan efendimden ve başka devletlerinin prezidentlerden ve parlament başlıklardan bizge yardım kılışanlarını, Uygur cemaatini yalnız taşlap koymasınlarını ümit kılıman ve talep kılıman. Sizlerden bizge yardım kılırgalıqlarına işinimen. Uygur qarindaşlarım, bizning vatanimiz bo'lmay turib hech nimamiz bo'lmaydi. Bolalarımızga jasoratli bo'lishni, o'zining yaxshi ko'rganlarga ega chiqishni, o'zining yaxshi ko'rganlarini qo'g'dashni, dadil fikir qilishni biz o'rgatmasak, kim o'rgatadi? Oldi bilan onalar va dadalar o'zimiz ulgu bo'lishimiz, vatanimizga, urug' tuqqanlarimizga va qarindoshlarimizga sahib chiqishni bolalarga biz ulgu bo'lib ko'rsatishimiz kerak. Shundalar ularni bizga sahib chiqadigan, o'zining vatanini qo'g'day oladigan, o'zining qarindoshlarini yaxshi ko'radigan va o'zining yaxshi ko'rganlarga erishishga jur'at qila oladigan yaramli farzandlardan bo'lib chiqadi. Hammalarga rahmat.